Futbol muxlislar uchun maxsus yuridik savol. Tasavvur qiling, Paxtakor futbol klubidan Bunyodkor futbol klubiga futbolchi erkin agent sifatida yokida transfer huquqi asosida o'tdi. Endilikda ushbu futbolchi bilan qanday shartnoma tuziladi? Fuqarolik huquqiy shartnomami yokida mehnat shartnomasimi? Ko'pgina futbol rivojlangan davlatlarda futbolchi bilan futbol klubi o'rtasida fuqarolik huquqiy shartnomasi, ya'ni GPG shartnoma tuziladi. Lekin bizning qonunchiligimizga ko'ra futbolchi xodim sifatida, futbol klubi esa ish beruvchi sifatida baholanadi va Mehnat kodeksining 103-moddasiga muvofiq mehnat shartnomasi tuziladi. Bundan ko'rinib turibdiki, agarda sport klubi, deylik Paxtakor futbol klubi yoki Bunyodkor futbol klubi futbolchiga o'z vaqtida oylik maoshni yoki mehnat shartnomasida ko'rsatilgan boshqa ustamalarni o'z vaqtida to'lab bermasa, futbolchi to'g'ri fuqarolik sudlariga ushbu kechiktirilgan summalar undirish bo'yicha sudga murojaat qilishiga bo'lsam, futbol assotsiatsiyasi yoki federatsiyasi ustav nizomlarga asosan ushbu assotsiatsiyaga yo'lmasam FIFA ga to'g'ri murojaat qilishlik huquqi mavjud. Agarda futbolchi fuqarolik sudlariga emas, to'g'ri FIFA ga yoki assotsiatsiyaga murojaat qiladigan bo'lsa, o'zlarining reglamentlariga asosan ushbu futbol klubiga turli xil sanksiyalar, moliyaviy sanksiyalar, jarimalar qo'llash huquqi mavjud. Sudlar esa to'g'ri ushbu holatda pul undirishga doir ijro xati chiqarib beradi. Agar sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Futbol huquqi asosi bo'yicha ko'pgina shu singari ma'lumotlarini ko'rsatib boramiz.